Assalomu alaykum aziz birodarlar, dehqon akalar, fermer akalar. Mana o'sha mashhur 350 talik Xitoy pompamiz Minkuba 350 talik Xitoy pompa. O'sha 37 kilovat dvigateli 350 talik Xitoy pompa Minkuba. Buni Buxoro viloyati Qorako'l tumaniga o'rnatdik. Yamanjar degan kanalga o'rnatdik mana. Suvlari, podyumlari ham ancha baland bo'ldi. So'rish chiqishiga 30 metr turba ketdi. O'sha baland joyga yo'ldan o'tkazib tashlaydi. Suvlari ham ancha dahshat, ishlashlari tiniq. Mana shu o'rdak bo'yin bilan qo'yganmiz. Xo'p, suv ana stigidan pastiga, mana bu stigidan pastiga 7 metr turba ketdi. Bu yog'iga 2 metr. Xo'p, so'rishiga 10 metr, chiqarishiga 20 metr, 21 metr turba ketdi. Mana ovozlari ancha tiniq. Xudo xolasa uzoq vaqt ishlab beradi. Suv olayotgan jarayonlarni ko'rsin. Ketdi o'sha joyga. Mana ana 500 talik turbani ichdan yuvardik yo'ldan. Mana chiqarayotgan jarayoni. To'ldirib tashlayapti. To'ldirib tashlayapti. 1 metr turgan to'ldirib tashlayapti. 150 talik turban. Mana fermer akamizga qo'shdik. Podyum ham ancha bor. Xo'sh, elektroshitlarni ko'rsatib o'taman. O'zlarini eski 500 talik nasosni elektroshitiga qo'yib berdik. G3 mana bu eski kontaktor amperlari. Mana olayotgan amperlari. Mana borsanmi? Xo'sh. 58 amper olyapti. Bu degani 30 kilovat, 29-30 kilovat rasxodda ishlayapti. Kontaktorlar bilan qo'yilgan. Kuz knopkalari o'zini shitiga qo'yib bilan qo'shdik. Olayotgan amperlari eski uski amper, bu yangi uski amper. Mana 57-58 amper olyapti. Ishlashlari yana bir qator suvlarni ko'rsatib o'taman. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, afisanadan nomer qo'yib beramiz. O'rnatib suvlaringizni chiqarib beramiz. Mana o'sha joyga qo'yganmiz. Buni 400 liklari ham bor, 500 liklari ham bor. 400 liklarni xo'p, 55 kilovat dvigatel, 500 liklari bor. 75 kilovat dvigatel ishlatiladi. Xo'sh, 200 likdan boshlab toki 500 likgacha bor bu nasoslarning. 200 lik, 250 lik, 300 lik, 350 lik, 400 lik pompalarimizgacha bor. 500 likgacha bor. Mana bunaqa eski uska, eski SNP degan nasoslar ishlagan vaqtdan sherga 132 kilovat bilan hozir mana buni teng yarmiga qo'ydik. Xudo xolasa mana o'z fermer akalar elektr energiyasini hisoblatib, suvlarni ko'rdilar. Yana yoniga bitta qo'ysak 500 talik nasosning suvini berar ekan ko'proq. 500 talikdan ko'p berar ekan. Xo'p, ikkalasi ikkita qo'ysak mana shundan har biri 30 kilovatdan 60 kilovat rasxod qilar ekan. Biz yana 60 kilovat ekonomikaga erishar ekanmiz dedi. Mana bunaqa ekonom nasoslar juda elektr energiyani tejaydi. Rasxodlari yo'q. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, afisanadan nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rahmat, hammaga sog' bo'lasizlar.